Assalomu alaykum. Tungi labirint kanaliga xush kelibsiz. Ushbu audio hikoyalar sizga manzur keladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladim. Hikoya muallifi R.Sh.A. Folbinning egizaklari. Birinchi qism. Tun. Qishloq chekkasidagi bir uyda chiroqlarni kamdan-kam yoqishardi. Bu hovliga hech kim bemalol kira olmasdi. Qorong'ulik bu yerda doim yashaydigandek tuyulardi. Bu hovlida bir qari kampir ikkita egizak nabiralari bilan yashardi. Egizak qizlar bir-biriga juda o'xshash. Sochlari sapsariq, ko'zlari oxularnikidek moviy. Egizaklarning ota-onasi bedarak yo'qolgan. Aytishlaricha chet elga ishlash uchun ketib, boshqa qaytishmagan. O'ligini ham, tirigini ham hech kim bilmaydi. Kampirning ismi Madina xola. Folbinlik bilan shug'ullanadigan qariya ayol. O'ziga yarasha klientlari ham bir muncha bor. Uning har bir qarashi odamning yuragini ezadigan, qo'rquvga soladigan darajada vahimalik. Qishloqda hamma uni hurmat qilar, lekin shu vaqtning o'zida undan qo'rqishlari ham yolg'on emasdi. Egizaklarning yoshi endigina 17 ga kirgan bo'lsa-da, tengqurlariga qaraganda ancha aqlli va chiroyli qizlar edi. Bir-biriga juda o'xshash bo'lsa-da, fe'l-atvorlari butunlay boshqacha. Fotima og'ir bosiq, sokin, ozgina xayolparast. Zuhra esa sho'x, jur'atli, hatto hech narsadan qaytmaydigan o'ta qiziquvchan qiz. Ko'chada odamlar ularni ko'rsa pichirlab gapirishar, sal o'zlarini tortar edi. Shuni hisobigami bilmayman, bu egizaklarni yigit do'stlari ham, qiz do'stlari ham umuman yo'q edi. Ana Folbinning egizaklari kelyapti degan gaplarni eshitib o'sgan qizlar hamma narsaga o'rganib ketgan. Madina xola mijozlari keladigan xonasini o'rtasida sham yoqib, qalin kitobni ochdi. Kitob qop-qora, sahifalari esa eski. Qandaydir noodatiy shakllar va tushunib bo'lmaydigan yozuvlar to'la bu kitobdan sovuq nafas urilib turardi. Bu kecha yangi oy chiqadi, dedi u past ovozda. Fotima bilan Zuhra esa deraza ortidan asta kuzatib turishardi. Fotima buvisini oldiga kirdi va so'radi: "Buva, nega har doim odamlar oldingizga kechasi kelishadi?" Madina xola sovuq jilmaydi. "Ba'zi dard va alamlar faqat tunda ko'rinadi, bolam", dedi. Shu vaqt birdan hovlining eshigi taqillab qoldi. Madina xola nabirasiga qarab: "Qizim, Zuhrani oldiga kir, kech bo'lib qoldi, uxlanglar", dedi-yu sekin yurib bordi va eshikni ochdi. Eshik oldida qora kiyimdagi bir ayol turardi. Ko'zlari qizarib ketgan, yuzidan g'amginligi bilinib turardi. U ayol Madina xolaga salom berdi va: "Madina opa, iltimos yordam bering. O'g'lim kechadan beri o'ziga kelmayapti. O'zini kimdir chaqiryapti deydimi yo'q?" Madina xola indamadi, faqat bosh irg'ab qo'ydi va "Men bilan yur", dedi. Ayol folbinning ortidan uyga kirdi va Madina xolani xonasiga kirishdi. Madina xola eshikni qulfladi. Ayolga dam solib, bir-ikki duolarni o'qidi. Keyin kosaga suv quyib, ustini kitob bilan yopdi. Yana qandaydir tushunib bo'lmas duolarni. So'ngra kitobni oldi. Madina xola ayolga: "Mana bu kosadagi suvga qara", dedi. Fotima bilan Zuhra bu manzarani yuraklari hapqirib derazadan ko'rib turishar. Har safar uylariga odam kelsa, shunday qilishardi. Nimadan qo'rqishlarini esa o'zlari ham bilmasdi. Shu vaqt Madina xolaning oldidagi ayol birdan qichqirib yubordi. Madina xola unga: "Tinchlan, nega qichqirasan?" Ayol esa: "Bu nima edi? Men juda ham qo'rqib ketdim, Madina opa", deb chuqur-chuqur nafas ola boshladi. Madina xola kosadagi suvni to'kib tashladi. Keyin ayolga qarab: "Endi gap bunday. O'g'lingni ertaga kechki payt meni uyimga olib kel. Keyin 2 chaqirim naridagi qabristonga olib boramiz. U yerda shunchaki 15 daqiqalik marosim qilamiz va o'g'ling ko'rmagandek bo'lib ketadi. Tushundingmi?" dedi. Ayol esa shokka tushib qolgandi. Nima deyishini ham bilmay qolgandi. Ha, albatta,
ertaga o'g'lim bilan kelaman deb titragan ovozda, keyin esa sumkasini ochdi, pulni chiqarib stolga qo'ydi. Qo'rquv ohangida Madina opaga rahmat deb chiqib ketdi. Madina xola pullarni olib, boshqa pullariga qo'shib qo'ydi. Xonasidan chiqdi. Egizaklarni xonasiga derazadan bir qarab qo'ydi. Ular uxlashyapti va ichida nabiralarim meni yomon ayol ekanimni bilmasliklari kerak deb qo'ydi va xonasiga kirib ketdi. Buvisini xonasi eshigi yopilganini eshitgan Zuhra Fotimaga qarab, "Buvim nega bizga qilayotgan ishlarni o'rgatmaydi?" dedi. Fotima ko'rpadan boshini chiqarib, "Qayerdan bilay? Balki biz unaqa ish qilishimizni xohlamas, hattoki yordam berishimizga ham ruxsat bermaydilar-ku", dedi. Zuhra esa, "Ha, gaping to'g'ri. Oyim bilan dadamni sog'indingmi?" deb so'rab qoldi. Fotima jahl bilan qarab, "Yo'q, men ularni yomon ko'raman. Agar yaxshi odam bo'lsa, farzandlarini tashlab ketisharmidi? Hech bo'lmasa xat yozgan bo'lishardi-ku. Mana 10 yildan buyon ulardan hech qanday xabar yo'q. Ota-ona mehriga to'ymasdan o'sdik. Faqat buvimlar qaradi-ku bizga. Shuning uchun men faqat buvimni va seni yaxshi ko'raman. Sizlardan boshqa hech kimni sog'inmayman", dedi biroz g'amgin ohangda. Zuhra esa, "Ha, mayli, sekinroq gapir, buvim hozir uxlamaganimizni bilib qolmasin", dedi va kuldi. Ikkalari shu zaylda bir muncha suhbatlashib o'tirib, uxlab ham qolishdi. Tong otdi. Tong sahardan Madina xolaning ovozi qizlarni uyg'otdi. "Fotima, Zuhra, tura qolinglar, aks holda maktabga kech qolasizlar." Fotima turdi, yuz qo'lini yuvgach, supurgini olib ko'chaga chiqib ketdi. Zuhra esa nonushta tayyorladi, dasturxonni solib choy damlab keldi va "Buvijon, kela qoling, choy tayyor", dedi shirali ovozda. Madina xola esa ovulxonadan sigirni sog'ib, bir chelak sut ko'tarib kelayotgan edi. Keyin Fotima ham kirdi va buvisiga salom berib, "Buvijon, ko'chani chiroyli qilib supurib qo'ydim", dedi. Buvisi esa, "Barakalla qizlarim", deb yuzlaridan o'pib qo'ydi. Uchovlari birga nonushta qilib bo'lgach, Madina xola duo qilib, "Qizlarim, sizlar bora qolinglar, maktabga kech qolmanglar. Dasturxonni men o'zim yig'ishtiraman", dedi. Keyin qizlar maktabga ketishdi. Maktab doimgidek zerikarli. Egizaklar bilan hech bir qiz do'stlashmadi. Shuning uchun bu qizlar odamovi, yovvoyiroq bo'lib qolishgandi. Nima qilibdi? Buvisi folbin bo'lsa, nabirasi ham shunaqa degani emas-ku. Xullas, ular maktabga shunchaki borishardi. O'zlariga qolsa, umuman borgilari yo'q. Bu vaqt Madina xola uyda bir o'zi kitobni ochib o'qir ekan, bir qora sahifaga ko'zi tushdi. Eng kuchli folbinlardan bo'lish va jinlarni kattasi bilan aloqaga chiqish uchun amal deb yozilgandi. Sharti shunday ediki, kichikroq bo'lgan zax va qorong'u xonaga yulduz shaklida hayvonning qoni bilan chiziladi. Shaklni burchaklariga bittadan sham yoqib, o'zi esa boshini yerga tekkizib, ushbu so'zlarni qaytaradi: "To shamlar o'chib qolguncha", deb yozilgandi. Madina xola esa xursand holda, "Orzuyimga yetadigan kun ham keldi", dedi past o'zi eshitadigan ohangda va o'rnidan turib, xonasi yonidagi kichik, anchadan buyon kirmay qo'ygan xonasiga kirib, "Bu yer juda ham mos keladi. Faqat oynani yopib qorong'u qilib qo'ysam bo'ldi", dedi o'ziga o'zi. So'ngra keraksiz narsalarini tashqariga olib chiqib tashladi. Xonani bo'm-bo'sh qilib, oynalarni qalin mato bilan bir dona ham nur zarrasi tushmaydigan qilib yopdi. Keyin tashqariga chiqdi. Uyida o'rdak va tovuqlari bo'lmagani uchun ko'chaga chiqdi va hamsoyasini mushugini erkalab chaqirdi. Ozgina non tashladi va mushukchani ushlab olgach, uni so'yib, qonini ikkita kosaga quyib oldi. Kosalardagi qonlarni olib, boya tayyorlagan qorong'u zax xonasiga kirdi. Qonni kitobda ko'rsatilgan shaklda yerga chizib oldi. Endi navbat shamlarga. Keyin omborxona tomon yurdi. Ichkariga kirib 5 ta sham olib chiqdi va qon bilan chizilgan yulduz shaklini burchaklariga bittadan yoqib qo'ydi. Qo'llari qaltirab, gugurtni yoqish jarayonida bitta shamni 4-5 ta urinishda yoqqanini hisobga olmasak, bu ish o'ylaganidan ancha tezroq bitdi. Fotima bilan Zuhra esa ayni shu payt maktabdan chiqishgandi.
Uylarigacha esa 40 daqiqalik masofa. Yo'lda birga gaplashib kelisharkan, Zuhra noligan ohangda dedi: "Nega bizni taqdirimiz bunaqa ekani?" Fotima esa: "Meni bunaqa ekanimizdan xursand deb o'ylaysanmi? Qancha ushalmas orzularim bor-ku", dedi g'amgin ohangda. Zuhra esa ariq bo'ydan bir gulni uzib Fotimaga uzatdi. Fotima esa kulib yubordi va gulni olib, "Agarda bironta yigit berganda ko'proq xursand bo'lgan bo'larmidim." Zuhra savol ohangida qarab: "Xayollaringdagi oq ot mingan shahzodangmi?" Fotima esa ko'zlarini katta-katta qilib: "Aynan o'sha", dedi va ikkovlari ham kulib yuborishdi. Madina xola esa boshini yerga tekkizib olib, oddiy odamlar tushunmaydigan noodatiy so'zlarni qayta-qayta aytib o'tirardi. Borgan sari Madina xolaning yuragi tez urib, ovozi yuqorilab borardi. Lekin u hech narsadan qo'rqmasdi. Bu ayolga qo'rquv hissi umuman begona. Shu vaqt shamlar birdan o'chib qoldi. Madina xolaning ovozi ham to'xtadi. Kitobda aytilgan ana shu jinlarning kattasi uni qarshisida turardi. Shunda u ayolga gapirdi: "Ey ayol, boshingni ko'tar." Madina xola boshini ko'tarib, qarshisida esa juda xunuk, formasi inson shaklida, lekin yuz tuzilishi hech ham odamnikiga o'xshamasdi. Tirnoqlari uzun, hayvonnikiga o'xshash tishlari esa yanada uni dahshatliroq ko'rsatardi. Ko'zlari noodatiy, ichkariroqda, qora va qizg'ish rangda. Madina xola lablari titrab: "Men eng kuchli folbinlardan bo'lmoqchiman", dedi. Bu so'zlarni aytarkan, umrida birinchi marta qo'rquvni his qildi. Qarshisida turgan jinlarning kattasi esa: "Mayli, sen xohlaganingdek bo'ladi. Eng kuchli folbinlardan bo'lasan. Odamlar uying oldida haftalab navbat kutishadi. Seni ko'klarga ko'tarib maqtaydilar. Ammo meni aytgan hamma shartlarimga ko'nishing va hech qanday savol bermasliging kerak", dedi. Madina xola xursand ohangda: "Hamma aytgan shartlaringga roziman. Nima buyursang hech qanday savollarsiz bajaraman." Jin ayolga rozilik ma'nosida: "Endi esa xayrlashamiz. Bir haftada bir marta meni shunday marosim qilib chaqirishing mumkin. Men esa senga folbinlikni chuqur sirlarini o'rgataman. Aytgancha, keyingi safar marosimi uchun hayvonni emas, insonni qonidan foydalan", deb sovuq jilmaydi. Keyin g'oyib bo'ldi. Folbinni esa xayollari biroz to'xtab qoldi. Odam qoni qayerdan olaman? Endi qotillik qilishim kerakmi? Birorta bolnitsadan qon sotib olaymi? Dedi past ovozda va biroz o'ylanib o'tirganda, nabiralarini kulgan ovozi esa xayollarini har yoqqa sochib tashladi. O'rnidan turdi, shamlarni yig'ishtirib xonadan chiqdi va u xonani qulflab qo'ydi. Qizlar buvisiga salom berdi. Keyin esa Zuhra buvisidan: "Bu xonani nega qulflab qo'ydingiz?" deb so'radi. Buvisini biroz jahli chiqqanday bo'ldi. "Ishlaring bo'lmasin, bu xonaga yaqin ham kelmalaring, xo'pmi?" deb xonasiga kirib ketdi. Qizlar hayron bir-biriga qaradi. Fotima Zuhraga: "Bu o'zgarib qolibdimi yoki menga shunday tuyuldimi?" dedi. Zuhra esa: "Bilmadim, qandaydir g'alati. Ko'zlari ham qorayib qolganmi?" deb keyin xonalariga kirib ketishdi. Kechki ovqat tayyorlash uchun oshxona derazasidan Zuhrani chaqirdi. "Kel, menga ozgina yordamlashib yubor." Zuhra esa: "Hozir ketyapman. Tavba, mensiz hech narsa qila olmaydi", dedi biroz uf tortib. Madina xola esa xonasida uxlab yotardi. Shu payt oyog'iga nimadir urildi. Qarasa hech narsa yo'q. Derazadan tashqariga pardani sal qiya qilib qaradi. Zulmat. Osmonda hatto oy ham ko'rinmaydi. Shamchiroqni yoqdi. Yuragi nimanidir sezganday tez ura boshladi. Oshxona tomon bordi va eshikni ochdi. Qizlar bu yerda yo'q. Egizaklarning xonasi tomon yurdi. So'ngra derazadan xona ichiga shamchiroqni tutdi. Ular xonasida yo'q edi. Betda joy qolgandi. Qizlarga "Bu yerga yaqin ham kelmanglar" degan xonasi. U o'sha xona tomon yurdi. Qaradi. Xona qulfi ochilgandi. Madina xola qo'rqib ketdi. Oyoqlarida titroq, yuragi juda tez ura boshladi. U yerda bo'lgan voqeani ko'ngli sezib turardi. Xonaning eshigini sekin ochdi.
Hech nima yo'q. Ichkariga kirdi. Ne ko'z bilan ko'rmasinki, egizak nabiralari ikkovi ham uy shiftiga osilgan holda turardi. Madina xolani qo'lidagi chiroq tushib ketdi. Faqat qichqirib yubordi. Shunda qulog'iga Fotimaning ovozi eshitildi. Buvijon, buvijon turing. Ovqat tayyor. Nima bo'ldi, yomon tush ko'rdingizmi? Madina xola ko'zlariga ishonmasdi. Qarshisida Fotima turardi. Uni mahkam quchoqlab yuzlaridan o'pdi. "Zuhra xonim" deb so'radi. Fotima esa buvisiga chuqur tikilib, "U bizni kutyapti, ovqatni esa birga tayyorladik. Sizni chaqirgandik, eshitmadingiz, shuning uchun oldingizga kirib uyg'otishga majbur bo'ldim." Buvisi terlab ketgandi. Sochiqni olib yuzlarini artdi. Oyoq qo'li hali ham qaltirardi. Fotimaga, "Qizim, sen chiqaver, ortingdan chiqaman." Qizi xonadan chiqib ketguncha qarab turdi va o'ziga o'zi oynada tikilib turdi. "Bu oddiy tush emas", deb lablari qiltirab, qo'llaridagi titroq va oyoqlaridagi og'riq kuchaygandek bo'ldi. Kechki ovqatni yeb bo'lganlaridan keyin Madina xola nabiralariga qarab, "Qizlarim, hozir bir ayol keladi. Men u bilan bir joyga borib kelaman. Ungacha hech qayoqqa chiqmanglar. Birov kelib meni so'rasa, bugun hech kimni qabul qilmaydi. Ertaga keling deb ketkizib yuboringlar. Men tezda qaytaman", dedi-yu, ko'ngli esa bugungi tushidan notinch edi. Nabiralari "Xo'p bo'ladi buvijon" deb qo'yishdi. Birozdan so'ng eshiklar oldiga mashina to'xtadi. Madina xola o'z xonasidan sumkada nimalarnidir olib chiqdi. Har ehtimolga qarshi marosim o'tkazadigan xona kalitini ham olib oldi. Ko'ngli qandaydir notinch edi. Ko'chaga chiqqanda mashinadan kechagi ayol tushib, folbinga salom berdi. Keyin mashinaga o'tirib ketishdi. Taxminan 20 daqiqalardan keyin ular qabristonning orqa tomoniga to'xtashdi. Ayol esa Madina xoladan so'radi. "Madina xola, nega orqa eshikka to'xtadik? Oldi tomondan ham kirsak bo'ladi-ku?" Madina xola sovuq qaradi. "Nima, sen hamma bizni ko'rishni xohlaysanmi?" dedi. So'ngra ichkariga kirishdi. Qabriston tunda juda ham dahshatli, insonning oyoqlarini qaltiratadigan darajada vahimali. Bu qaltirash sovuq havodan emas, qo'rquv hissidan edi. Ayolning o'g'li 12 yoshlar atrofidagi nimjon yigit, yosh bo'lishiga qaramay, hech narsadan qo'rqmasdi. Folbin esa bu bolani onasiga qarab, "Nima bo'lgan taqdirda ham qo'rqma va umuman baqirma", dedi. Ayol esa o'g'lini qo'lidan mahkam ushlab olgandi. So'ngra ular qabristonning chekkarog'idagi boshqa qabrlardan ajralib turgan qabr oldiga borishdi. Madina xola g'amgin ohangda, "Bu meni onamning qabri. Bu ayol ham onam, ham ustozim", dedi va qabrni silab qo'ydi. Folbin ko'zlari yoshlanayotgan ayolga qarab, "Endi esa o'g'lingni qabrni bosh tarafiga chalqanchasiga yotqiz", dedi. Ayol Folbinning aytganini qilib, o'g'lini yotqizdi. Madina xola sumkasidan qum to'ldirilgan kichkina tugunchalarni bola ustiga tera boshladi va yigitchaga faqat u eshitadigan ovozda "O'lging kelmasa, jim yot", dedi. Keyin o'zi qabrning oyoq tomoniga o'tdi va sumkasidan o'sha qora kitobni chiqardi. Kitobning o'rtaroq sahifasini ochdi va o'qiy boshladi. Tushunarsiz so'zlar. Goh kitobga qarar, goh qaramay o'qirdi. Shu orada yigitchani onasiga qarab, "Qo'rqib ketishing mumkin. Yaxshisi ko'zlaringni yumib ol", deb qo'ydi. Ayol ko'zlarini qo'li bilan to'ssada, qo'llari orasidan asta qarardi va yuragi to'xtab qolganday bo'ldi. O'g'lini ichidan qora tutunga o'xshash, lekin u tutun emas, dahshatli hayvon. Yo'q, hayvondan ham yomonroq nimadir. Yarmi hayvon, yarmi inson shakliga o'xshash narsa tepaga ko'tarildi. Og'zini katta ochdi. Ayolning oyoqlari qaltirab, tili kalimaga kelmasdi. Madina xola u mahluqqa tikilib turgan holda kitobdagi nimalarnidir o'qirdi. So'ngra birozdan keyin haligi narsa qabr ichiga asta kirib ketdi. Madina xola charchaganday bo'ldi. Ko'zlari toliqib, "Bo'ldi, ketamiz, ish bitdi",
Ayol esa o'g'lini turg'azdi va mashina tomon yurishdi. Folbin charchagandi. Sumkasini ko'tarib bazo'r mashinaga yetib oldi va o'tirib uyi tomonga qaytishardi. Madina xolani ko'zi ilindi. U tush ko'rdi. Tushida marosim qiladigan kichik xonasi oldida shamchiroq ushlab turardi. Bu tushligini bilib turardi. Bu safar ham xonaning eshigi qulfi buzilgan emas. Xonaning eshigi umuman yo'q edi. Ichkariga kirganda esa egizaklar tirik, lekin ular shiftga osilgan holda. Ko'zlari qon aralash, Folbinga qarab turardi. Bu qarash oddiy odamning yuragini to'xtatib qo'yadigan darajada vahimali va dahshatli edi. Madina xola biroz qo'rqdi, lekin egizaklar tomon yaqinlasha boshladi. Ularga yaqin kelganda esa egizaklardan biri buvisini bo'ynidan mahkam ushladi va bo'g'a boshladi. U qalin ovozda "Nega bunday qilding? Nega?" faqat shu so'zni qaytarardi. Madina xola qo'rqib yuragi tez ura boshladi. Oyoqlari qaltirab ketdi. Shu vaqt mashina silkinishidan uyg'onib ketdi. Chuqur-chuqur nafas olar. Yuragi tez urib, peshonasidan ter oqar. Oyoq qo'li esa qaltirardi. Ayol Folbinga dastro'mol uzatayotib, "Yomon tush ko'rdingizmi?" Madina xola yuzini artib, "Meni aksariyat tushlarim o'zi shunaqa", dedi. Kanalga obuna bo'lib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang.